Ha, yaxshimisan? Nima rahmat? Oilang tinchmi? Zo'r, Allohga shukr. Dadang qanday? Yaxshi dadam. 2 kundan beri Shoshmay tur, menga zarur inson telefon qilib qoldi, hozir gaplashamiz. Alo? Ha, jonim. Ha, hozir ishdaman. Kechqurun gaplashamiz, xo'p? Bo'ldi. Voy, romantika bo'lsa romantika. Bo'ldi, xo'p. 3-4 safardan beri O'rtoq shoshmay tur. Men o'yinimga pul tikib qo'yganman. Shuni o'ynab olay, kuyib qolmayin. Keyin bafurja bemalol o'tirib gaplashamiz. Bo'ptimi, do'stim? Bo'ptimi? shunaqa dedim. Ha, qiyshayapsan. Nima bo'ldi? Pastga tushgin. Men tushunmadim. Ha, qiz bolaga o'xshab arazlayapsan. Arazlayapsan. Bugun sen zo'rsan, yaxshi pul topyapsan. Atrofingda yurganlarga e'tibor berma. Jigarlaringga e'tibor bermay qo'y. Ayniqsa otangdan xabar olmay qo'yibsan. Menga qara. Hayot meniki, tushundingmi? Aralashma вообще. Hayot seniki. Oyog'ingdagi necha pul turadi? Tushunmadim. Nima kerak? Men senga savol beryapman. Necha pul turadi? $200. Ana oyoq kiyimi qancha turadi deb o'ylaysan? Nima musorkadan topib oldingmi? Bu dadangning oyoq kiyimi. O'g'limning vaqti yo'q. Ertaga yog'in sochilda qiynalib qolmay butunlab berdilar. Sen yuraver o'sha qizlaring bilan donolashib. Kartangni o'ynab. Men omonatni egasiga topshirishim kerak.